Epilepsiya kasalligi, uni sabablari, buni endi turlari o'zimiz grand mal, petit mal deymiz, ya'ni katta va kichkina tutqanoqlar bor. Uni keltirib chiqaradigan sabablarga ko'ra uni turlari ko'p. Misol uchun nasliy bo'lishi mumkin. Ya'ni bu qanaqadir ajdodida bo'lgan bo'lsa, ota bobosida bo'lgan bo'lsa, bunga nasl berilgan bo'lishi mumkin. Yoki idiopatik deymiz, noma'lum sabab hech kimida yo'q, lekin sudurga beradi. Yoki misol uchun orttirilgan bo'ladi, ya'ni bosh miya jarohatlari, bosh miyadagi o'smalar, o'tkazilgan insultlar, bular sababli bosh miyada sudurga, ya'ni tutqanoq. Epilepsiya, ya'ni tutqanoq degani bu bosh miyada patologik aktivlik sababli miyani o'chishi deymiz bu narsa. Misol uchun mana kompyuter nagruzkaga tushsa nima bo'ladi? Перезагрузка beradi. Miya ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha yerda patologik aktivda u miya u narsaga ko'nikmagan o'zgarish bo'lganligi sababli uni ko'tara olmaydi. Deb o'chib qayta yonadi. Dorilar bilan korreksiya qilish mumkin. Endi uni to'liq davolash degan uni turiga, sababiga bog'liq. Agar o'smalar sababli bo'ladigan bo'lsa, o'sha hajmli jarayonni olib tashlab, keyin o'sha tutqanoqqa qarshi, ya'ni xurujlarga qarshi beriladigan dorilarni ma'lum bir yillar davomida ichib yuradi va o'sha yillar davomida xurujlar qaytalanmasa, u tuzaldi hisoblanadi. Ya'ni doza sekinlik bilan, miqdori sekinlik bilan kamaytiriladi va u tuzalgan hisoblanadi. Lekin epilepsiya, ya'ni tutqanoqda haligacha aniq 100% davosi yo'q. Faqat buni korreksiya qilib turish mumkin. Ya'ni xurujlarni kamaytirish mumkin, xurujlarni qanchadir vaqtga to'xtatib turish mumkin. Agar bemor dorilarni o'z vaqtida ichadigan bo'lsa, hayot tarzi to'g'rilanadigan bo'lsa, dorilari bilan xurujlarsiz yashash mumkin. Chunki bemorda har bitta xuruj, ya'ni tutqanoq, uni aqliy jihatdan ham pasayishga olib keladi. Ya'ni chunki har bitta xurujda miyada gipoksiya bo'ladi, miyada qaytmas jarayonlar o'zgaradi, ya'ni atrofiyalar, shuna ko'p o'zgarishlar bo'lganligi sababli xurujlar qancha ko'paysa, bemorlarda ko'pincha shu aqliy zaiflik, shunaqa pamitlarni, ya'ni xotirani pasayishi, shaxsiyat o'zgarishiga sabab bo'ladi.